Inson bir kunda necha mahal ovqatlanishi kerak? O'rtacha 3 mahalda. 2-3 mahalda hamcha. Olimlar inson bir kunda 3 mahal ovqatlanishligi uning uchun zararli va zaharli degan. Necha mahal ovqatlanish kerak desa, olimlar maksimum 2 mahal ovqatlanish kerak. Maksimumida. Eng ko'pi bilan. O'rtachasichi? Sog'lom odam. Yo'qsa bir mahal. Ovqatlanish deganda o'sha yog'li taomlarni bir mahal yenglar degan. Kechqurun uxlashdan avval imkon qadar qatiq ichib qo'yib yoki o'sha salatga o'xshash narsalarni tanovul qilish kerak nonsiz. Bu o'sha tibbiyot olimlarining, dietologlarning isbotlagan narsasi. Nimaga? Chunki inson o'zini tanasi shunaqa yaratilgan, o'zini o'zi qayta tiklash xususiyatiga ega. Oshqozonga taom qancha ko'p kirsa, inson o'zini tiklash kerak bo'lgan energiyani ovqat hazm qilishga sarflar ekan. Bu marketingning qurbonimiz deydi olimlar aytadiki. 3 mahal taomlanish marketingning qurboni. Nimaga unaqa? Oziq-ovqat magnatlari o'sha insonlarga oziq-ovqatni ko'proq sotish uchun 3 mahal taomni majburiy qilib qo'yishgan. Reklama qilib, ko'proq ovqatlanib, ko'proq foyda olib qilaverib shunaqa qilib qo'yishgan. Azalda bizni ajdodlarimizning taomi ham 2 mahal bo'lgan, turkiylarniki ayniqsa. Hozir Turkiya davlatida shunaqa. Mana ko'p borgansizlar, Turkiyada tushlik degan narsa yo'q. Qahva oltisi bor, soat 11 gacha yeydi. Bo'ldi, keyin asr bilan xufton orasida ovqatlanadi bo'ldi. Tamam. Siz 3 mahalla kam deyapsiz, 5 mahalla ovqatlanadigan odam. Bu ochko'zlik va ochofatlik. O'zi ulamolarimiz aytadiki, inson taomlanayotganda oshqozonni 3 ga bo'lish kerak deydi. Bir qismi taomga, bir qismi suvga, bir qismi havoga qolsin deydi. Biz uni kekirib qolguncha taomlanamiz. Mumkin emas bu. Mutlaq noto'g'ri narsa. Va bu ham kitoblarimizda keladi, qorning to'yishiga 3-4 luqma qolganda to'xtat deydi. Nimaga? Buni ilmiy isbotini aytaman hozir. Tibbiyot isbotlagan, buni biz o'sha bir kitob yozayotgandik, shunga kiritganmiz. Sunnatning ilmiy mo'jizalari degan bir kitob yozayotgandik. Shunga kiritganmiz maqola sifatida. Nimaga taomni 3-4 luqma qolganda to'xtatish kerak? Inson tanasidagi nervlar aro miyaga impuls yetkazish, ya'ni signal yetkazish bo'yicha eng dangasa hujayralar oshqozonda joylashgan ekan. Oshqozon o'ziga taom tushib me'yoriga yetganini 20 minutdan keyin signal sifatida miyaga jo'natar ekan.